Assalomu alaykum hammaga. 22-chi testning yechimini ko'rib chiqamiz. Birinchi savol. Kubning bitta uchi kesib tashlansa nechta yoqi qoladi deyapti. Demak, kubning tasavvur qiladigan bo'lsak, bitta uchini kesib tashlaydigan bo'lsak, bitta yoqi ko'payib qoladi. Ya'ni 7 ta yoq bo'ladi. Aslida 6 ta edi, bitta kesganimizdan 7 ta bo'lib qoladi. To'g'ri javob C. Ikkinchi savol. Sinfda 13 ta o'g'il bola, 15 ta qiz bola bor. Yana nechta bola qo'shiladigan bo'lsa, guruhni 5 ga bo'lish mumkin deyapti. Ya'ni 5 talik guruhga ajratish mumkin deyapti. Kesib tashlaysiz. Ikkinchi savol. Sinfda 13 ta o'g'il bola, 15 ta qiz bola bor. Yana nechta o'quvchi qo'shiladigan bo'lsa, sinfni 6 tadan qilib guruhlarga bo'lish mumkin deyapti. Hozir 28 ta o'quvchi bor. Yana nechani qo'shsak 6 ga bo'linadi degani bu. 2 ni qo'shadigan bo'lsak 30 bo'ladi, 36 ga karralaydi. Demak, to'g'ri javob B. Uchinchi savol. Uch xonali son tuzish maqsadida birlar xonasi va yuzlar xonasiga eng katta raqam joylashtirildi, ya'ni bular 9. O'nlar xonasiga esa eng kichik raqam joylashtirildi, bu 0. Ya'ni 909 soni hosil qilindi. Endi mana shu son 1000 dan qancha kichkina desa, 1000 dan 909 dan ayirsak 91 bo'ladi. To'g'ri javob D. To'rtinchi savol. 1 dan 100 gacha bo'lgan sonlar ichida 7 raqam qatnashmagan nechta son bor deyapti. Demak, 7 qatnashgan sonlarni yozadigan bo'lsak, bular 7, 17, 27 va hokazo 97 gacha. Bu yerda 7 qatnashgan sonlar 19 ta. 100 ta sondan 19 tasini ayirib tashlaydigan bo'lsak, 81 ta sonda 7 raqam yozilmagan bo'ladi. To'g'ri javob A. 5-savol. 1 yilda Prezident maktabiga 24 ta o'quvchi o'qishga kiradi va 4800 ta bola birinchi bosqichdan o'tadi. Bitta o'rniga nechta bola da'vogarlik qiladi desak, 4800 ni 24 ga bo'ladigan bo'lsak, 200 bo'ladi. To'g'ri javob B. 6-savol. Sonlar ketma-ketligida qatorida nechta tub son bor deyapti. Tub sonlar bilamizki, o'ziga va birga bo'linadigan sonlar. Bular 3, 13, 17. Jami 3 ta tub son bor. To'g'ri javob C. 7-savol. 6 ga 6 shakl berilgan mana shu kvadratning ichiga 2 ga 2 bo'lgan nechta kvadratcha joylash mumkin deyapti. 6 ga 6 bo'lsa, demak 136 bo'ladi. 2 ga 2 bo'lsa, demak 104 bo'ladi. 36 ni 4 ga bo'lsak, 9 ta joylashtirish mumkin. To'g'ri javob B. 8-savol. 8 ning bo'luvchilarining ko'paytmasini so'rayapti. Demak, 8 da bo'luvchilari 1, 2, 4, 8. Bularning ko'paytmasi esa 64 ga teng bo'ladi. To'g'ri javob C. 9-savol. Kubning qirrasi 50 mm, ya'ni 5 cm ga teng bo'ladigan bo'lsa, uning hajmini toping deyapti. Bilamizki, kubning hajmi A kub bilan aniqlanadi, ya'ni 5 ning kubi 125 cm kub bo'ladi. To'g'ri javob B. 10-savol. Variantlardan qaysi biri 14 ga karrali emas deyapti. Demak, bu 71 bo'ladi. To'g'ri javob D. 11-savol. Qarab olay. 11-savol. Qutida 4 ta oq, 7 ta qizil, 3 ta sariq va 5 ta qora sharlar bor. Qizil sharlar jami sharlarning qanday qismini tashkil qiladi deyapti. Demak, jami sharlar 19 ta, shularda 7 tasi qizil bo'ladigan bo'lsa, 19 dan 7 qismi qizil bo'ladi. To'g'ri javob A. 12-savol. Bobo 58 yoshda va 2 yildan keyin nevarasidan 3 marta katta bo'ladi deyapti. 2 yildan keyin 60 ga kiradi, nevarasidan 3 marta katta bo'lsa, demak, nevarasi 2 yildan keyin 20 ga kiradi. Demak, hozirgi yoshini topish uchun 2 ni ayiramiz, 18 yosh bo'ladi. To'g'ri javob D. 13-savolning javobi quyidagicha. 7 dan 3 qismi 6 ga teng bo'lgan sonning ikkilanganini topishimiz kerak. Dastlab 6 ni 3 ga bo'lib 7 ga ko'paytiramiz. Bu son 14 ekanini aniqlaymiz va uning ikkilangan desa 2 ga ko'paytiramiz, 28 bo'ladi. To'g'ri javob D. 14-savol. Ikkita shakl berilgan, yashil va qizil. Perimetrlar orasidagi farqni so'rayapti. Perimetr topish uchun atrofidagi kvadratchalarni sanab chiqishimiz kerak. Yashilda 14 ta, qizilda 12 ta bor. Demak, 14 dan 12 ni ayirsak 2 taga ko'p bo'ladi. Perimetri to'g'ri javob C. 15-savol. 100 ta 1 va x ta 2 ning yig'indisi 500 ga teng ekan. Demak, 100 ta 1imiz 100 kira 1, x ta 2 imiz x ko'paytirib 2 teng 500. Bu yerdan x teng 200 lik kelib chiqadi. Endi ikkilar sondan 2 marta ko'p, ya'ni 400 ta 2 800 bo'ladi. To'g'ri javob C. 16-savol. A, B, C, D nuqtalarining koordinatalari berilgan. A, B nuqtaning o'rtasini topamiz dastlab. 4 va 12 ning o'rtasini topish uchun qo'shib 2 ga bo'lamiz. 4 ga 12 16, 2 ga bo'lsak 8. Demak, A, B ning o'rtasi 8 ekan. C, D ning o'rtasini topish ham shu ishni qilamiz. 5 ga 7 ni qo'shamiz, 12, 2 ga bo'lsak 6. 8 ni 6 ni ayirsak 2 bo'ladi. To'g'ri javob C. 17-savol. Qoldiqli bo'lishni bajaring deyapti. 1200 ni 11 ga bo'lsak, 109 u 1 qoldiq bo'ladi. To'g'ri javob A. 18-savol. Birlik kesma sifatida 2 cm uzunlikdagi kesma olingan bo'lsa, 1 metrning ichida nechta bo'ladi deyapti. Ya'ni 1 metrni 2 cm ga bo'lishimiz kerak. Bunda to'g'ri javob 50 ta bo'ladi. To'g'ri D. 19-savol. Sayyoh 45 minut piyoda, 1 soat 15 minut velosipedda harakatlandi va bir necha minut mashinada harakatlangandan keyin manzilga yetib bordi. Jami 3 soat 20 minut harakatlangan bo'lsa, mashinada qancha yurgan deyapti. Demak, jami yurgan vaqti, ya'ni 3 soat 20 minutdan ayiramiz velosipedda yurgan vaqtini, ayiramiz piyoda yurgan vaqtini. Natija 1 soat 20 minutga teng bo'ladi. To'g'ri javob C. 20-savol.
ikkita bog' bor. Birining o'lchamlari 20 metrga 30 metr, ikkinchisining o'lchamlari 500 detsimetrga 100 detsimetr. Qaysi bog'ning yuzasi kattaroq deyapti. Yuzasini topish uchun 20 metrni 30 metrga ko'paytiramiz, 600 metr kvadrat. 500 detsimetrni 100 detsimetrga ko'paytirsak, 50 ming detsimetr kvadrat bo'ladi. Taqqoslash uchun ikkalasini ham metr kvadratga aylantirsak, buni 100 ga bo'lamiz, 500 metr kvadrat bo'ladi. 600 metr kvadrat 500 metr kvadratdan katta, demak, birinchi bog'ning maydoni kattaroq ekan. To'g'ri javob A. Tugadi.